Bugun shogirdi yutuqqa erishsa eslanmaydigan, xato qilib qo'ysa mulzam bo'lib xijolat tortadigan murabbiylar kuni. Bugun o'quvchilarini ota-onasidan kaltak yegan o'qituvchilar kuni. Xunuk eshitiladi bunday ta'riflar, lekin ayni haqiqat ko'plar. Biz kimlarni tarbiyalayapmiz? Biz kimlarga qarshi chiqyapmiz? Oq-qorani tanitganlarga, bilimli qilganlarga, ongimizni rivojlanishiga hissa qo'shayotganlarga rahmatimizmi bu? Hamma ham demayman, lekin ayrimlardan ham ko'proq odamlar ustozni shunchaki pisand etmay qo'ygan. Bu achinarli hol. 2020-yil esingizdami? Farzandlaringizni majburiy masofadan o'qitishingizga to'g'ri keldi. Esladingiz-a? Asabingiz necha kunga yetdi?